Assalomu alaykum. Parallelped mavzu yechimini aniqlaymiz. Parallelped asosini 112, balandligi 5 ekan. Uni hajmini topishimiz kerak. Hajm V teng S asos kara H. 12 kara 5 bo'ladi. Javob 60. Keyingisi shu parallelped HI balandlik chizmada bular hammasi bor ekan. Parallelped hajmini topishimiz kerak. Og'ma parallelped ekan. Buni ham baribir hajmi S asos kara H bo'ladi. Asos yuzasi endi asosi parallelped. Parallelped dedim. Parallelogram asosi parallelogram. Yuzasi nimaga teng? AB sinus alfa 4 ildizli 2 5 sinus 45. Ildizli 2 taqsim 2 kara H balandlik 4 ildizli osti 5. Mana bu ildizli 2 bilan 2 qisqarib ketdi. Nima qoldi? 80 ildizli osti 5 qoldi. Parallelped asosini 118 ga teng, yon qirrasi 12 ga teng bo'lib, asos tekisligi 30 gradus burchak tashkil etadi. Parallelpedning hajmini toping. Hop, og'ma parallelped ekan. Chizish. Hop, mana qaranglar. Mana shu yon qirrasi bo'lsin, yon qirrasi va asos tekisligi bilan 30 gradus tashkil qiladi va yon qirrasi 12 ga teng ekan. Balandligi nima bo'ladi? Ya'ni parallelped mana bu ko'rinishda, mana shu bitta qirrasi 30 gradus burchak hosil qilar ekan. Balandligi nima bo'ladi? 12 30 gradus qarshiga ketadi. Buni yarmiga teng, 6 ga teng. Ya'ni balandligi 6 ga teng. Balandligi 6 ga teng. Hajmi asos 118 va balandligi 6. Javob 128 bo'ladi. Yo'q, 108 bo'ladi. Uzr. Keyingi savolimiz. To'g'ri parallelped, ya'ni to'g'ri degani uchun tik ekan bu. Tepaga tik turibdi va qirralari berilgan. Parallelped hajmi 120 bo'lsa, sinus alfa kerak ekan. Hajmi nimaga teng? Asos yuzasi, asos parallelogram. Yuzasi nima? AB sinus alfa 8,4 sinus alfa S asos kara H hajmini beradi va hajm bizda 120. Bu ikkalasi 20 bo'ldi. Qisqarib bu yerda 20 bo'lsa 6 qoladi. Sinus alfa teng ekan 4 dan 3 ga. To'g'ri parallelped asosi rombdan iborat. Agar parallelpedning diagonal kesim yuzalari shunga teng bo'lsa, uning yon sirti yuzini toping. To'g'ri degan tik ekan, demak og'ma emas. Asos romb. Bu tomoni A bo'lsa, bu ham A. Balandligini B deb olaylik. Diagonal kesim yuzalari nima? Mana bu bitta diagonal. Mana bu ikkinchi diagonal. Ya'ni bu bittasi D1, ikkinchisi D2 bo'lsin. Bitta mana bu soha yuzasi va bitta narigi tarafdagi mana bu soha yuzasi. Mana shu yuzalar 12 va 16 ekan, uning yon sirti kerak ekan. Xo'p. Mana bu diagonal kesim yuzasi nimaga teng? Xolos, diagonal kesim yuzalari B D2 teng 16, B D1 teng 12. Xo'p. Romb ikkalasini kvadrat qopamday qilaylik. Ikkalasini romb uchun D1 ni kvadrati qo'shilgan D2 ni kvadratdan 4A kvadrat degan formulamiz bor. Shuni qo'llamoqchiman, ikkalasini kvadrat ko'tarib qo'shib yuboraman. B kvadrat ko'paytirilgan D1 ni kvadrati, D2 ni kvadrati kvadrat ko'tarib qo'shib yubordim. Bu taraf 12 ni kvadrati, 16 ni kvadrati bo'ladi. 4 kara 3, 4 kara 4. 4 kara 5, ya'ni 20 ni kvadratini beradi. B kvadrat ko'paytirilgan, mana buni nima qo'yamiz? 4A kvadrat qo'yamiz. Teng 20 ni kvadrat. Ildiz olib boramiz. 2AB teng ekan 20 ga, AB teng ekan 10 ga. Va yon sirti yuzi so'ralibdi. Yon sirti mana bu to'rtburchakdan 4 ta bor. Buni yuzasi nima? A kara B, ya'ni A kara B'dan 4 ta. S yon teng 4 kara AB. AB bizda 10 bo'lsa, bu 40 ni beradi. To'g'ri parallelped tik ekan. Xo'p. Hammasi chizmada bor. Parallelped yon sirtini topishimiz kerak. Bu yerni A, bu yerni B deyman.
Bu 4 ildiz osti 3 yoki AB deb yozish shart emas ekan. 30 gradus qarshi katet 4 ildiz osti 3 bo'lsa, 60 gradus qarshi katet 12 ga teng bo'ladi. Bu 30 gradus, 60 gradus qarshi katet 4 ildiz osti 3 bo'lsa, 30 gradus qarshi katet bizda 4 ga teng bo'ladi. Yon sirti so'ralibdi. Yon sirti mana buni yuzasi nima? Ko'paytiramiz. 4 ildiz osti 3 4. 16 ildiz osti 3. Va bundan ikkita bor, chunki nari tarafda ham bor. Ikkita. Plus mana bu yuzasi nimaga teng? 4 ildiz osti 3 kar 12. 48 ildiz osti 3. Va bundan ikkita bor. Bizga qarab turgan taraf mana bu yerda va narigi tarafda ham bitta bor, ikkita bordi. Teng 32 ildiz osti 3 qo'shilgan 96 ildiz osti 3 teng 128 ildiz osti 3 bo'ladi. Keyingi savol o'taman. Og'ma parallelpedning barcha yon yoqlari 8 ga, o'tkir burchagi 60 gradusga teng bo'lgan rombdan iborat parallelped to'la sirtini toping. Barcha yon yoqlari. Demakki, hamma yoqi romb ekan, romb tomoni 6 va o'tkir burchagi 60 gradus. Parallelped to'la sirt so'ralibdi. O'zi nechta yoqi bor? Parallelpedda 6 ta yoqi bor. Hammasi romb ekan. Demak, 6 ta romb yuzasi 6 ko'paytiramiz. Romb yuzasi a kvadrat sinus alfa. Sinus 60 ta ildiz osti 3 taqsim 2. Bu bilan bu 3 bo'ladi. 12 192 ildiz osti 3 ekan. Chizmasini chizish ham shart emas ekan. Chizmoqchi edim. Keyingi savolimiz shu parallelped ABCD, ya'ni asosi romb ekan. Chizmada bor hammasi. Yon qirrasi asosida xullas ular ham bor. Parallelped hajmini topishimiz kerak. Mana bu qirrasi 10, 30 gradus qarshi katet, uni yarmiga teng 5 bo'ladi. Ya'ni balandligi 5. Asos tomoni romb. Xo'p, hajmi nimaga teng? V teng S asos kara H. Asosi romb a kvadrat sinus alfa yuzasi kara H, balandlik 5. 32 kara 5 160 bo'lar ekan. Og'ma parallelpedning yon qirrasiga perpendikulyar kesim tomonlari shunga teng bo'lgan to'rtburchakdan iborat. Agar parallelped yon qirrasi L ga teng bo'lsa, uni hajmini toping. Hajmini mana formulasi ham bor. S kesim kara L degan qirrasi. O'shani qo'llaymiz. Bu yer chizma chizish shart emas, chunki kesim yuzasi bizda to'rtburchak ekanligi uchun yuzasi 12 kara 8 va qirrasi 5 deb berib qo'ygan. 12 kara 40 480 bo'lar ekan. To'g'ri parallelped hajmi 180 ga teng. Xo'p, chizmada hammasi bor. A y kesim uzunligini topishimiz kerak. Ya'ni balandlikni topishimiz kerak ekan. Hajmi nimaga teng? S asos 4, 6 ildiz osti 3, ya'ni asos parallelogram kara sinus 60. Ildiz 3 taqsim 2. Asos yuzasi kara H. Yana H bizda A y. Teng hajmi 180. 2 bilan 6 qisqarib berdi, 3 qoldi. 4 kara 9 AY teng 180. Bu bilan bu qisqarib 20. AY teng 5 chiqar ekan. To'g'ri parallelped yon yoqlarining diagonallari shunga teng. Agar parallelped balandligi 12 ga teng bo'lsa, uning yon sirtini toping. To'g'ri parallelped deyilgan, ya'ni tik og'ma emas. Yon yoqlari diagonallari. Asos tomonlarini A bilan B desak, mana bu 13. Mana bu diagonal 15. Balandlik H. Balandlik berilganmi? Balandlik 12 berilgan ekan. 12. Mana buni Pifagordan 3 kara 5, 3 kara 4, 3 kara 3. Pifagordan mana bu yer 9 bo'ladi. Bunda Pifagordan bu yer 5 bo'ladi. Uning yon sirti yuzasi S yon teng. Mana bu to'rtburchakdan ikkita bor. Nari tarafda ham, bizga qarab turgan qismida ham 12 kara 9 dan ikkita. Mana bu to'rtburchakdan ham ikkita bor. Buni yuzasi 5 kara 12 dan ikkita bor. Bu yoqda ham bitta borda, ikkita bor. Teng 24 kara 9 36 3 s'da 216 qo'shamiz.
120. 336 bo'lar ekan. Keyingi savolimiz. Chizmada bor hammasi. AY kesma uzunligini topishimiz kerak. Balandlikni topishimiz kerak ekan. Xo'p, bu 60 bo'lsa, bu yerimiz 120 gradus bo'ladi. Buni tutashtiramiz. Bu h. Mana bu AC degan uzunlik nimaga teng? Kosinusda teoremasini qo'llayib boramiz. Mana bu burchakda A desada. 36 9 ning kvadrati qo'shamiz 6 kara 9 54. Bu ikkalasi 90 bo'ladi. Bu bilan 171 bo'lar ekan. Demak, AC bizda ildiz osti 171. Mana bunda pifor qo'llaymiz. H kvadrat qo'shilgan 171 teng 14 ning kvadrati 196. H kvadrat teng 25. H teng 5 bo'lar ekan. Keyingi savolimiz to'g'ri parallelpet asos tomonlari. Shunga ular orasidagi burchak 45 ga agar parallelpet hajmi shunga teng bo'lsa, uning balandligini toping. Baland hajmi 216 va bu teng S asosiga ko'ra H. Asosi romb, tomonlari burchak berilgan, yuzasi 12 6 sinus 45. S asos kara H. Mana bu va bu qisqarib, bu yoqda 3 qoladi. H teng 3 ildizli 2 bo'ladi xolos. To'g'ri parallelpet asosi romb ekan. Parallelpet hajmi kerak. V teng S asosiga ko'ra H. Asosi yuzasi romb ekanligi uchun D1 D2 taqsim yuzasi. D1 D2 taqsim 2 yuzasi. 8 6 taqsim 2 kara H. 8 kara 36. 48 4 288 bo'lar ekan. Asos rombdan iborat to'g'ri burchakli parallelpetning balandligi 8 ga agar parallelpetning ustki asosining uchlari pastki asosining diagonallari kesishgan nuqtasigacha bo'lgan masofa shunga teng bo'lsa, parallelpet hajmini toping. Hop, shu yerga sig'adimi ekan yechimi? Qaranglar, to'g'ri burchakli parallelpet, ya'ni xolos asos to'rtta burchak. Yo'q, romb deb aytibdi-ku bu yerni. To'g'ri burchakli degan tik degani xolos. To'g'ri burchakli parallelpet. To'g'ri burchakli parallelpet degan bo'lsa, asosi to'rtta burchak bo'lishi kerak emasmi? Xo'p, mayli, to'g'ri demoqchi bo'lgandir. Bilmadim. Asosi romb ekan, balandligi 8 ekan. Parallelpetning ustki asosining uchlaridan pastki asosining diagonal kesishgan nuqtasigacha, ya'ni markazgacha bo'lgan masofa lar. Bu bittasi, endi bundan bungacha bo'lgan masofa ham xuddi o'shani beradi. Bu ikkalasi teng bo'ladi. Bittasini olish yetarli. Va ikkinchisi mana bu. Bularning uzunliklari ildiz osti 73 va ildiz osti 89. Ekan. Topishimiz kerak parallelpet hajmini. Pifagordan mana bu yer nima bo'ladi? 84 64, uzr, 89 ayiramiz 64. 25, ya'ni bu yer 5 ekan. Bu yo'q ham 5 bo'ladi, chunki asos romb bo'lsa diagonal teng 2 bo'ladi kesishgan nuqtasida. Hop, bu ham 8. Pifagordan 73 ayiramiz 64. 9 bo'ladi, ya'ni 3 ekan mana bu yerimiz Pifagordan. Bu yo'q ham 3. Hajmi S asos D1 D2 taqsim 2. Diagonalar bittasi 10, bittasi 6 taqsim 2 kara H balandligimiz 8. 240 bo'lar ekan. To'g'ri burchakli parallelpet AY 9. Xo'p, A nuqtadan YD diagonalgacha bo'lgan masofani toping. YDmi, FDmi? FD bo'lsa kerak. Chizmada F turibdi bu yerda.
Xo'p. Bu diagonal. Mana bu nimaga teng? 12, 9. Pifagordan bu 15 bo'ladi. Xo'p, bu diagonal uzunligi nimaga teng? Barcha tomonlari, ya'ni to'g'ri burchakli parallel degan D teng barcha tomonlari kvadratlari yig'indisidan ildiz edi. Bu ikkalasini kvadratlari yig'indisi 15 ni kvadratini beradi va 12 ham buni qo'shsak, yoki mayli yozaman mana bu yerda. Bu ikkalasi 15 ni kvadratini beradi. Va 15 bilan bu ikkalasi 25 ni kvadratini beradi, ya'ni 25 chiqadi demoqchiman. Xullas, 25 chiqadi. Mana bu f de 25. Keyin uchburchagimiz o'ziga qaranglar. Tomonlari qanaqa turibdi? Pifagor sonlarini beradimi? 3 kara 5 kara 3, 5 kara 4, 5 kara 5. Pifagor sonlarini berar ekan, ya'ni bu yer 90 gradus bo'lar ekan. Xo'p, demak to'g'ri burchakli uchburchakda hipotenuzga tushgan balandlik kerak ekan. H teng AB taqsim C. 15, 20 taqsim 25 javob 12 ni beradi. Asosi romb bo'lmagan to'g'ri parallelpedning nechta simmetriya tekisligi mavjud? To'g'ri parallelped og'ma emas. Asosi romb emas. Asosi parallelogram. Xo'p, buni shunday kesishimiz kerakki, ikkala taraf bir xil bo'lishi kerak. Mana bu yerdan kessak, ikkala taraf bir xil bo'ladi. Bitta simmetriya tekisligi bor. Yana bormi? Agar bunaqasiga kessakchi. Bunaqasiga kessak ham ikkala taraf bir xil bo'ladi. Yana bitta bor. Xo'p, bunaqasiga kessak ham teng 2 ga bo'linadi. Yana bitta bor. Yana bormi? Tak, romb bo'lmagan. Parallelped bo'lsa nimaga bu yerda? Bitta deb olibdi. Qayerda xato qildim? Parallelogram bo'ladi asosi. Xo'p, tushunib oldim. Demak, qaranglar. Mana bu teng o'rtasidan o'tuvchi, ya'ni balandlikni teng 2 ga bo'luvchi qismidan o'tadigan simmetriya tekisligi bor, bu aniq. Bu teng 2 ga bo'ladi buni, hech qanday muammosiz. Lekin mana bular olinmaydi. Nimaga olinmasligini tushuntirib beraman. Mana bu bo'yicha kesadigan bo'lsak, bu tekisligimiz simmetriya tekisligi bo'lmaydi. Agar parallelogram bo'lsa, ya'ni asoslari romb yoki to'rtburchak emas, oddiy parallelogram bo'lsa, bu simmetriya tekisligi bo'lmaydi. Sababi ikkala taraf bir xil bo'lishi kerak bunda. Ha, bir xil bo'lishi kerak. Mana bu yer o'tkir burchak, bu yer o'tmas burchak. Shu yerda o'zidan ham ikkala taraf bir xil emasligi aniq. Ikkala taraf bir xil bo'lishi kerak. Mana shu kesganimizda ikkala taraf bir xil bo'lishi kerak. Lekin mana bu yer o'tkir burchak, bu yer o'tmas burchak, bir xil emas. Ya'ni bunaqalari olinmaydi. Shuning uchun faqat teng o'rtasidan, balandlik o'rtasidan kesuvchi tekislikni o'zi hisobga olinadi. Bitta bo'ladi. Keyingi savolimiz. Shu to'g'ri parallelped 60 gradus ekan. Buni yuzasi S1 A B F Y. Bizga qarab turgan yuzasi S2 ekan. Qaysi yuzasini? A C G Y. Xo'p. Bu A, bu B, bu H biz topishimiz kerak. Mana bu diagonal kesim yuzasini. S2 bizda H ga teng, S1 bizda BH ga teng. Pifagordan AC ildiz ostida A kvadrat qo'shilgan B kvadrat bo'ladi. Balandlik H. So'ralgan yuzamiz bizda. So'ralgan yuzamiz qaranglar, mana bu to'rtburchagimiz yuzasi nimaga teng? H kara bu tomonimiz. Ildiz ostida A kvadrat qo'shilgan B kvadrat. Tepadan A ni topsak S2 taqsim H. B ni topsak S1 taqsim H olib kelib qo'yamiz. H ko'paytiruv yokida qayerda xatolik qildimmi? Ha, to'xtanglar, bu asosi xato qilgan joy mana bu yerda ekan. Yo'q, bular to'g'ri.
Ular to'g'ri. Xato qilgan joyim mana bu kesma AC'ni uzunligi u emasdi, chunki asosan men 4 deb olib hisoblab ketdim. Bu 60 gradus, ya'ni asosiy parallelogram. Bu yer 60 gradus bo'lsa, bu yer 120 gradus. Pifagor emas, kosinus teoremasi orqali topadigan bo'lsak, AC bizda ildiz ostida A kvadrat B kvadrat qo'shilgan AB bo'ladi. Kosinuslar teoremasi orqali topdim. A kvadrat B kvadrat AB. Tepadan A bilan B larni olib kelib o'rniga qo'ysak, mana bu yerga soddalashtiradigan bo'lsak, xullas mana shu A kaltni beradi. To'g'ri, parallelpet asosining tomonlari shunga, ular orasidagi burchak 60 gradusga teng. Agar parallelpetning hajmi shunga teng bo'lsa, parallelpet kichik diagonalning asosiy tegisligi bilan hosil qilgan burchagini toping. Xo'p, balandligi nimaga teng? To'g'ri, parallelpet hajmi 81 teng S asos yuzasi parallelogram 3 6 sinus 60 ildizda 3 taqsim 2 kara h. Bu bilan bu qisqarib bu yerda 3 qoldi. Xo'p, 2 ta 3 9 bo'lib, bu yerda ham 9 qoladi. H teng 3 ildiz osti 3 ekan. Chizib olamiz. Tomonlari 3 6 balandligi 3 ildiz osti 3. Kichik diagonal qaysi biri bo'ladi? Mana bu mana bu o'tkir burchak uchidan chiqqan eng katta diagonal bo'ladi. Kichik diagonal mana bu. To'g'rilar, parallelpetning kichik diagonali. Ha, bo'ldi, shuda, nima tepasidagi diagonal bo'ladi. Mana shu diagonal, mana kichik diagonal. Parallelpetning ikkita diagonali bor, bitta bu va bitta bunisi. Biri katta, biri kichik. Katta kichikligi mana asos parallelogram diagonaliga bog'liq. Mana bu kichik diagonal, o'shanda bu ham parallelpetning kichik diagonal bo'ladi. 3 ildiz osti 3. Bu nimaga teng? Bu kesmani uzunligi. Ya'ni bu diagonal nimaga teng? Bu yer 6, bu yer 60 gradus. Kosinuslar teoremasi orqali topib olamiz. Bu diagonalni, mana buni diagonalni D deb olsam yoki D1 deb olsam, D deb olaveramiz. D teng 3 ni kvadrati, 6 ni kvadrati, 60 gradus bo'lsa, ayiramiz 3 kara 6 ni. 9 plus 18 27 D kvadrat edi bu. Ya'ni ildiz oladigan bo'lsak, 3 ildiz 3 ekan bu ham. Bu yer 90 gradus. Qaranglar, bu uchburchagimiz nima bo'ldi? Mana bu uchburchagimiz. Katatlari teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak, ya'ni bundan kelib chiqadi burchaklar 45 gradusda. Mana bu 45 gradus ekan. Keyingi savolimiz. Chizmada hammasi bor, topishimiz kerak tangens alfani. Bu ildiz osti 39. Bu yer 5 bo'lsa, bu ham 5. Topib olaman BD-ni. BD-ni kvadrati kosinuslar teoremasi orqali topib olamiz. Kosinuslar teoremasi orqali. Buni kvadrati 48, 5 ni kvadrati 25. Ayiramiz 2 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 4 ildiz osti 3. Ko'paytiruv kosinus 30. Ildiz 3 taqsim 2 teng 2 bilan 2 qisqarib ketdi. Bu ikkalasi 73 bo'lar ekan. Ayiramiz 20 kara 3 60 13 ekan. Ya'ni BD bizda ildiz osti 13 ekan. Tangens alfa nimaga teng? Buning bunga nisbat oladigan bo'lsak, ildiz osti 3 ni beradi. O'shanda bizda kalit bo'ladi. Sog' bo'linglar.